xabar topib kelishligi uchun yubordi. Mushriklar Badrdagi suvdan olib kelishligi uchun ikkita yosh bolani jo'natishgan edi. Bu sahobalar ikkita yosh bolani tutib oldi. Xususan Qurayshda qo'shinidan kelgan va suvni olib borsa dushman qo'shini quvvatlaydi. Demak, bu bola ham urushyapti musulmonga qarshi. Bu ikkita yosh bolani tutib olib kelishdi. Bulardan biri Bani Hajjojdan bo'lgan Aslam, ikkinchisi Bani Osim ibn Saiddan bo'lgan Abu Yasor. Payg'ambarimiz namoz o'qiyapti sallallohu alayhi vasallam. Bu ikkita yosh bolani sahobalar so'roqqa tutyapti. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? To'g'risini aytinglar. Urushni boshlashdi. Dapros bizitildi. Har ikki bola, biz Quraysh qo'shini bilan keldik. Quraysh qo'shinidanmiz desa, sahobalarga bu gap yoqmadi. Chunki ular karvon deb chiqqanda Quraysh qo'shiniga duch kelishni xohlamaydi. Yo'q, sizlar Abu Sufyonning karvonidansizlar sizlar deb urushaverdi, haliga bo'pti. Xo'p. Biz Abu Sufyonning karvonidamiz işte. Shundan keyin sahobalar bu ikki bolani tinch qo'yishdi. Rasululloh namozini o'qib bo'lganidan keyin Subhanalloh. Iza sadaqakum darabtumuhuma va iza kadabakum taraktumuhuma. Subhanalloh. Rost gapiruvdi, urdinglar. Yolg'on gapiruvdi, tinch qo'ydinglar. Nima uchun bunday qilish? Chunki musulmonlar urushni xohlamasdan karvon bo'lsa, shu karvonni olib ketib qolsak degan umidi bor edi. Sadaqa valloh. Allohga qasam, ikkoyim to'g'ri aytdi. Ular Quraysh qo'shinidan dedi. So'ngra yumshoqlik bilan, lutf bilan akhbironi an Qurayshi. Menga Quraysh haqida xabar beringlar dedi. Dushmanni bolasi birodarlar. Hozir xabar olib ketishi mumkin dushmanga. Suv olib bersa bu qo'shin quvvatlanib musulmonlarga qarshi jang qiladi. Mana shu yosh bolalarga jangga kelgan bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lutf bilan muomala qildi. Endi rahmat shafqat bo'lmaydigan o'rin, jang o'rinlarida ham, hatto shu o'rinlarda ham rahmat ko'rsatishlikka payg'ambarimiz fursat topganini ko'rib, haqiqatan Allohning rahmati ekanligi, yuborilishidan asosiy maqsad rahmat ekanligini yana bir bor tushunamiz. Uchinchi matlab ayollarga bo'lgan rahmati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini sahobalarni va umuman musulmonlarni janglarda ayollarni qatl qilishdan qaytarardi. Raboh ibn Robiyadan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan g'azotlarning birida edik. Rasululloh bir to'p odamlar